O'zbekiston talantlar yurti. Bu yerda yosh innovatorlar, yangi g'oya mualliflari juda ko'p. Biz ularni qidirib Buxoro viloyatiga yetib keldik. Yoshlar va investorlar uchrashuvi ayni qizg'in temp bilan Buxoro viloyatida davom etadi. Assalomu alaykum. Bugungi Buxoroda o'tkazilayotgan investorlar kuni sizga yoqdimi? Bugungi Buxoroda o'tkazilgan investorlar kuni bizga yoqdi. Investorlar kuni davomida 10 ta startap o'z taqdimoti bilan sahnaga investorlarga o'z pitchlarini qilishdi va investorlar tomonidan $65,000 miqdorida investitsiya ajratildi. Undan tashqari 20 dan ortiq startaplar o'z taqdimotlari bilan investorlarga bevosita pitch qilishdi va investorlar bilan keyingi bosqichlarda investitsiya kiritish bo'yicha kelishib olishdi. Va investorlar kunining asosiy menga yoqqan tomoni yoshlarning juda faol ekanligi va investorlar kuni davomida hackathonni ham o'tkazilishi, ideatonni o'tkazilishi juda ham quvonarli bo'ldi. Siz startaplarga investitsiya qilishda qaysi 3 ta asosiy omilga e'tibor qaratasiz? Startaplarga investitsiya kiritishda asosiy omillardan biri bu. Birinchi navbatda jamoa asosiy faktor hisoblanadi. Keyingi navbatda jamoa tomonidan yaratilgan startap yechimi, bozori, ya'ni bozorning hajmi muhim. Va uchinchisi startapning traction. Bu degani startap yaratildi, bozori katta, lekin natijalari qanday bo'lyapti degan ko'rsatishlarga qaraymiz.